Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? O'rtoqlaringiz bilan choyxonangiz bor deb bormadingizmi? Choyxona. Hey, onasi. Biz 3 ta qizimiz bor edi. Choyxonada o'g'li bolalar qizlaring qalay deb ustimdan kulishardi. Mavzuni 90% menga qaratilgan. Mana 4-qizim ham tug'ildi. Bundan hammaning xabari bor. Hozir choyxonaga borsam 100% meni haqimda mavzu bo'ladi. Qo'y. Undan ko'ra sizlar bilan o'tirganim yaxshi. Adajon, men siz o'g'lingizman. Nima xizmatingizni qiling. Qizim, endi-chi. Otajon, men sizni jannatga keldim. Adasi, rosa lallaygan odamsiz-da. Mazasi yo'q ekan, mana uni nima qilasan hozir? Shuncha barakangiz bo'lmaydi, hammaga pul beraverasiz. Yuring mana bu yoqqa. Men olib beraman shu pulni sizga. Kim bor uyda? Baxtinur. Keling, assalomu alaykum. Ering qani? Kasalman deb yotib olib bolalarim haqqini yemoqchi bo'lyaptilarmi? Opajon, ozgina sharoitimiz og'irroq edi. Ham oydan beri yotibdilar, ishlamayaptilar. Qo'y, sen-chi onasi bilan ahvolni ko'rib turibsan-ku. Shunaqa demaydi-ku bo'lmasa. Siz jim turing. Onasi, onasi. Yot. Kim ekan? Voy, adasi. Senga nima dedim men? Mazasi yo'q dedim. Yur ketdi. Kelib xato qilmizga ketdi. Ko'rdingmi? Men senga aytdim. Shu esi yo'qligidan yur ekan. Og'ayingiz ahvollari og'ir ekan. Voy, adasi, do'ppiz qani? Va, qolib ketibdi do'ppim. Hozir o'tabdir. Aytdim-mi, sen ko'rdingmi? Artistligim chetda ham rol o'ynaydi, ko'rdingmi? Mana shunaqa mashinliklar mana shunaqa bo'lishi kerak har doim. Bir kunmas bir kun boshim yemasangiz bo'ldi. Qo'y sen-chi, menga hech kim bas kela olmaydi, bilib qo'ygan, tushundingmi? Men har doim yordam bermaysanmi? Voy, adasi, keling yordam beraman. Hech odam bo'lmadi, odam bo'lmadi desan. Kelin, uyalmaysizmi? Shunga qo'shib tursam aynibsiz.